Zamonaviy ta'lim raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashgandagina samarali bo'lishi mumkin. O'zbekiston 2030 strategiyasining asosiy yo'nalishlaridan biri ham ta'lim sohasiga innovatsiyalarni joriy qilishdan iboratdir. Ana shu maqsadda poytaxtimizda xalqaro miqyosdagi ilmiy amaliy anjuman tashkil etildi. Unda yurtimizdagi soha vakillari bilan bir qatorda nufuzli xalqaro tashkilotlar va xorijiy ekspertlar ta'lim muhitini transformatsiya qilish borasida fikr almashishmoqda. Hozir shu haqda. Ushbu konferensiya ta'limni rivojlantirish markazi tomonidan joriy yilda ilk bor o'tkazilmoqda. Tashkilotchilarning fikricha, anjumandan ko'zlangan maqsad zamonaviy raqamli texnologiyalarning o'qitishdagi o'rnini chuqur tahlil qilish hamda umumiy o'rta ta'limda yuzaga kelayotgan muammolarga zamonaviy yechimlar taklif etishdan iborat. Birinchi asosiy yo'nalishimiz, ya'ni yagona raqamli ta'lim resurslari va platformalarini, ya'ni portalni joriy etilganligi. Bu sun'iy intellekt texnologiyalar, pedagogik dasturiy vositalar va shunga o'xshagan ko'plab ilovalardan foydalanish bo'yicha ham ko'plab platformalar markaz tomonidan ishlab chiqilib, yagona raqamli ta'lim resurslari va xizmatlari portaliga joylashtirilgan. Bugungi kunda UNESCO, UNICEF kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan ilgari surilyapti. Sun'iy intellektdan foydalanish etikasi, axloqiy me'yorlari, pedagogik kadrlarimiz kompetensiyalarini shakllantirish bo'yicha xalqaro hujjatlar qabul qilindi. Ushbu hujjatlardan kelib chiqqan holda markazda ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini tatbiq etish bo'yicha, ya'ni konsepsiya ishlab chiqildi. Konferensiyada Janubiy Koreya, Xitoy, Singapur, Turkiya va boshqa mamlakatlardan taniqli olimlar ishtirok etib, ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish borasida tajriba almashishdi. Italiyalik ayni kunlarda Inha universiteti o'qituvchisi Alessandro Agostini mazkur anjumanning ahamiyati haqida shunday fikr bildirdi. Men Inha universitetida talabalarga sun'iy intellekt va ma'lumotlar to'plami bo'yicha dars beraman. Talabalarim orasida ko'plab iqtidorlilar bor. Aynan shu universitet talabasi tomonidan sun'iy intellekt yordamida tarjima qilishga mo'ljallangan til dasturidan ko'pchilikning xabari bor. Bugun men talabalarimni shunga o'xshash yangi loyihalar bilan tanishtirmoqchiman. Men o'qituvchiman, shu bois ham O'zbekistonda sun'iy intellekt bo'yicha bo'layotgan yangiliklardan xabardor bo'lishim kerak. Konferensiyada ko'plab olimlarni ma'ruzalarini eshitib, raqamli texnologiyalar sohasiga O'zbekistonda katta e'tibor qaratilayotganiga guvoh bo'ldim va bunday xalqaro anjumanlar tajriba almashishga va hamkorlikdagi yangi loyihalarni yuzaga kelishiga yordam beradi. Xalqaro konferensiya doirasida startap loyihalardan iborat raqamli ko'rgazma ham tashkil etildi. Unda aynan shu yo'nalishdagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishish imkoniyati bor. Bu konstruktorlarimiz mana maktab bolalariga mo'ljallangan. Bitta konstruktor 22 xil turda yig'sa bo'ladi. Bu konstruktorimizni o'sha maktab bolasi yig'ganda o'sha dizayn qilish, har xil turdagi konstruktorlarni yig'ish ko'nikmalariga ega bo'ladi. Keyingi konstruktorimiz ko'rayotganlaridek ishlab chiqarish jarayonini ko'rsatib beradi. Ishlab chiqarish avtomatizatsiyalashini o'rganish, ishlab chiqarishda ishlatiladigan robotlarni programmalashtirish yoki ishlab chiqarishni avtomatizatsiyalashni yo'lga qo'yishni, sistemasini yo'lga qo'yishni o'rganishni imkoniyatini beradi. Konferensiyada ta'limni rivojlantirish markazi tomonidan yagona ta'lim ekotizimi sifatida test rejimida ishga tushirilgan yagona ta'lim resurslari va xizmatlari portalining taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Ruxsora G'afurova, Sirojiddin Hoshimjonov, Hudud informatsion dasturi uchun.